Guliston tumanida mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish maqsadida e'lon qilingan mahallalarda obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasida bunyodkorlik, obodonlashtirish hamda sanitariya tozalik ishlari izchil davom etmoqda. Bugun erta tongdan Hamid Olimjon mahallasi aholisi, mahalla faollari va mas'ul tashkilotlar vakillari hamjihatlikda hashar uyushtirib, hududni obodonlashtirish, ariq va zovurlarni tozalash, ko'cha chetlarini tartibga keltirish hamda sanitariya tozalik ishlarini amalga oshirdilar. Mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi doirasida barcha mahallalarda obodonchilik, mehr-saxovat ishlari, hashar ishlari olib borilmoqda. Shu jumladan bizda Hamid Olimjon mahallasida ham mana shu tadbirlarda mahallamiz faollari, nuroniylar, onaxonlar, yosh kelin-qizlarimiz keng miqyosda qatnashmoqdalar. Mana mahallalardagi xonadonlarga kirganimizda xonadonlardagi obodonchilik ishlari bilan tanishmoqdamiz. Xonadonlardagilarga tandir o'choqlarini oldilari, hojatxona, hovlilar, tomorqalardagi obodonchilik ishlari haqida tushuntirishlar bermoqdamiz. Hashar jarayonida amalga oshirilayotgan ishlar tuman hokimi Olimjon Jo'rayev tomonidan ko'zdan kechirildi. O'rganishlar davomida ayrim ko'chalarda obodonlashtirish borasida yo'l qo'yilgan kamchiliklar tanqidiy tahlil qilinib, mahalla yettiligiga ularni bartaraf etish yuzasidan qat'iy ogohlantirishlar berildi. Shuningdek, mavjud kamchiliklarni bir hafta muddatda to'liq bartaraf etish bo'yicha aniq vazifalar va topshiriqlar belgilandi. Ta'kidlanganidek, obod va fayzli mahalla yaratish har bir mas'ulning, shuningdek, har bir fuqaroning burchi bo'lib, bu boradagi ishlar qat'iy nazorat ostida davom ettiriladi.